38 bab. Şu çağda Perverdigar quyunning ichida turib, Ayubqa mundaq dedi. Mening donoligimni aqlsizligi bilan xunuklaştırıvatkan kim? Erkekka o'xshash belingni ching bog'lab tur. Men savol so'rayman. Sen javob berasan. Men zeminning ulini qurgan vaqtimda sen ne dedin? Agar sen shuncha aqlliq bo'lsang, menga degin. Zeminning cho'ng kichikligini, kimning belgilaganligini bilamsan? Kim o'lcham tonisi bilan uni o'lchab chiqoladi? Zeminning ostini nemi tirab turdi? Uning ulini kim qo'ydi? U chaqda supidiki yulduzlar naqshi etib, erishdiki butkul zotlar xushalliqqa cho'mgan edi. Dengiz onasining qo'rsiqidan etilib chiqqanda, uning chegarasini kim belgilagan edi? Dengizni bulutlar bilan yepib, uni qorong'ulik bilan o'rab qo'ygan men edim. Uningga chegara belgilab, darvoza, eshiklarini yepib, bo'ldi qil, posilingdan ishib ketma. Asabiy to'lqinlaringmi mushu yerda to'xtsin dedim. Sen ömrüngde tongning etishiga buyruq berib, sahar nuriga o'rin hazırlab, zeminga quyosh nurini chechib, razillarni yo'shinib olgan yeridan chiqirib boqdingmi? Xuddi patqoqqa bisilgan tamga nepbizraq ostidan ko'ringan shakildek nur zeminin yo'rtqanda jilg'a va tog'lar aniq ko'rindi. Nur razillar yaxshi ko'rgan qorong'ulikni qo'g'lib yetidi. Ularning zo'ravonlik qilishga ko'targan qo'llari sundirildi. Ey Ayub, sen dengizning taktidiki buloqlarga berib, uning cho'nqur tegiga yetib baqqanmi? O'lim darvozalari sana ko'rinib baqqanmi? Zulmat darvozalarini sen ko'rib baqqanmi? Zeminning qanchalik cho'ngligini bilamsan? Agar bilsang, menga debba. Qaysi yo'l seni nurning makoniga boshlab bordi? Qorong'ulikning manbasining nediligini bilamsan? Sen ularni o'z makonlariga ilib bora olamsan? Sen uyalarga tutishadigan yo'llarni bilamsan? Cho'qim bilasan. Chunki sen u chaqda tug'ilib bo'lgan emasmiding? Ömrüngmi nihoyat uzun bo'ldi. Qor omborlariga kirib baqqanmiding? Yoki mo'ldir omborlarini ko'rganmiding? Men ularni keladigan ofatlar, bo'ladigan jang urushlar uchun saqlab qo'ygan edim. Chaqmoq manbasiga elib boradigan yo'l qani? Sharq shomili qaysi tarafdan zeminga urildi? Sharq shomilining chiqadigan joyi qayerda? Kim yomg'ir suvi uchun o'stan chepib, chaqmoq uchun yo'l ichib, yomg'ir suyini inson yo'q qaqasliqqa odam turmaydigan bayovonga boshlab kelib, chanqigan yalarni suvga qondirib, u yerdan giyohlarni o'stirdi. Yomg'irning otisi bormi? Shabnamni kim tug'di? Muz kimning homilisi? Osmondan tushgan qirovlarni kim tug'di? Suv toshdek qattiq ketib, dengizning usti muzga aylanadi. Sen fikar yulduz turkumidagi yulduzlarni bir-biriga chetib, Orion yulduz turkumini bog'lab turgan tugishni yeshalamsan. Sen yulduz turkumlarini fasillar bo'yicha elib chiqib, cho'ng iyiq va kichik iyiq yulduz turkumidagi yulduzlarga yo'l ko'rsatalamsan.
Erishdiki belgilengen kanuniyetlerini bilemsen. Zeminni erishning kanunuga boysunduralamsan. Bulutlağa buyruk qilib, üstünge qattiq yağmur yağdıralamsan. Çakmaqlağa buyruk qılalamsan. Ula, hop, biz tayyor deb oldinga yugurib kelamdi. Kim turnuga aql berib, g'o'razga farosat ata qilgan? Bulutlarni sanashqa kimning aqli yetidi? To'plarni qattiqyaga aylantirish, dangallarni bir-biriga yepishtirish uchun kim palakning küplarini og'dirib, yağmur yağdıralaydı? Önkürdi yatqan shir uchun, pinhanda mökünüp yatqan shir uchun, ovlab, ularning qo'rsqini to'yg'izalamsan. Qog'ining ballari ochliqdan uyoq buyoqqa uchib, Xudoga nola qilganda kim qog'iga yem beridi?